Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi ko'rsatuvimiz ko'pchilikning talabiga binoan yana igla refleksiya terapiya haqida olib bormoqchimiz. Ko'rsatuvimiz mehmoni psixonevrolog, igla refleksiya terapevt Almazbekov Sadriddin Galipovich bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Rahmat sizga vaqtingizni ayamay bizani ko'rsatuvimizga kelganingiz uchun. Agar yo'lmasangiz savollarni berishni boshlaymiz. Albatta, 10-savollardan boshlaymiz. Onam 55 yosh, tizza artrozi deb diagnoz qo'yishdi. Operatsiya qilish kerak deb aytishyapti. Doktor, o'zingiz yordam bera olasizmi? Albatta, endi bemorni ko'rish kerak, artrozi darajasini bilish kerak. Shunga qarab biz o'zimiz yordamimizni bera olamiz. Ko'p insonlar tizza bo'g'im og'rig'iga beahamiyat bo'ladi. Nimagaki tizza og'riganda ko'p bezovtalanish bermaydi. Bir bezovta qiladi, o'tib ketadi dam olganda. Ya'ni nagruzka qilganda bezovta qiladi, dam olganda o'tib ketadi. May suradi, bu qiladi, bemor yuraveradi. U birinchi bosqichi artritdan paydo bo'ladi. Bemor travma qilganda yoki og'ir ko'tarib yoki vez katta bo'lganda tizzalar travmatsiya qiladi. Travmatsiya qilgandan keyin artrit degan kasallik paydo bo'ladi. Nima u kasallik artrit? Artrit bo'g'im shamollash, travma ish. U boyaga aytgandek sal bezovtalik beradi. Keyin artroz kasalligi paydo bo'lish boshlaydi. Artrozda tizza oldingidan ko'proq bezovta qiladi, harakatda ozgina chegaralanish beradi. Zinaradan chiqqanda yoki nagruzka bo'lganda kuchli og'riq berish boshlaydi. U paytda yo doktorga tavsiya qilishadi yoki og'riq qoldiradigan yoki har xil reklamadagi tabletkalar yo mazza urish so'rashadi-da, og'riqni bloklaydi. Bloklaganda og'riq yo'qolganda doktorga tavsiya bo'lmaydi, borishmaydi. Ya'ni yurishadi, artroz 2-chi, 3-chi stajiyaga qarab ketgandan keyin dori ham yordam bermaydi, hech narsa yordam bermagandan keyin doktorga murojaat qilishadi. Doktor ko'rib, uni qanchalik darajada lat yeganiga qarab tizzani keyin o'zining tavsiyasini beradi. Bu onaxonda endi agar uje operatsiya darajada deyotgan bo'lsa, 3-chi yoki 4-chi darajagacha yetib borgan bo'ladi. Artrozlari deformatsiya bo'lgan bo'ladi. Shuni hisobiga ichidagi yig'ilib qolgan tuzini tozalab berishadi yoki endi protez degan titan qo'yishadi. U oxirgi uje hech narsa yordam bermay, o'tkazib yuborgandan keyingi bo'ladigan muolaja, xirurgik muolajalar hisoblanadi. Lekin 3-chi, 2-chi, 1-chi stadiyalarida artrozni to'liq davolasa bo'ladi. Sizlarga tushuntirib bilishingiz uchun tizza bo'lsa, tizza inson tanasidagi hamma vesini ushlab turadigan bitta soha hisoblanadi. Buni ichida paylari bor. Har xil va o'rtasida gialuron suyuqligi bor. Bu prokladga o'xshab ikkita suyakni orasida turadigan suyuqlik kapsula hisoblanadi. Mana shu kapsula jabr yegandan keyin shamollab keyin artrozgacha boradi. Mana shu tuz yig'ilishi artroz deyiladi. Buni davolash uchun bemorni birinchi darajasini bilib olishimiz kerak. Bu uchun har xil metodikalar bor, tekshirish usullari bor. MRT, rentgen, UZI bilan tekshirib darajasi bilinadi. Agar vaqtida va to'g'ri diagnoz qo'yilsa oson. Agar davolash o'tib ketib qolsa yoki noto'g'ri diagnoz qo'yib boshqa og'riq qoldiradigan blokadalar qilinsa, bu borgan sayin chuqurlashib, yomonlashib boraveradi. Asorati keyin qiyin bo'ladi. U sharoitda nima qilish kerak? U sharoitida agar bezovta qilish boshlagan bo'lsa, birinchi galda nagruzkani kamaytirish kerak. Agar vez bo'lsa, ozdirish kerak va fizkultura qilish kerak. Fizkulturasi iloji yo'q. Nimagaki bu qon tomirlar yo'q, ichida bu diffuzni oziqlanadi. Bu degani harakatda. Harakat ham yugurish emas, yotgan holatda harakatlantirish yoki velosiped uchish, velodromda bo'lsa nagruzka bo'lmaydi. Shunga o'xshagan holatlar qilish kerak. Birinchi galda nagruzkani olish kerak. Kamroq yurish kerak, sakramash kerak, og'ir ko'tarmash kerak va vesni yo'qotish kerak. O'shanda o'z tizzani o'zi ancha yengil bo'lib, regeneratsiyasi yaxshilashib, vasnavling o'zi bo'lib ketishi ham mumkin agar yengil turib bo'lsa. Bizning metodikamiz buni davolash igla refleks terapiya nina bilan davolaymiz. Nina bu yoqqa qo'yilgandan keyin betdagi regeneratsiyasi tezlashib, bu xirash vassamlik bo'lishi tezlashadi.
yana qo'shimcha xondorelistika qilinadi. Plazma hozir chiqqan yangi metodikalardan, eski metodikalar hozir yangi metodika qilishyapti. Ichiga o'zini qonini olib, qonidan plazmani ajratib, qaymog'ini deyiladi, endi suyuqligini ajratib, bu yoqqa quyib beriladi, tayyor mahsulot. O'shani hisobiga tez regeneratsiya bo'lib, tizza o'z holatiga keladi. 3 oy reabilitatsiyadan keyin tizza o'z holatiga keladi. Bemalol keyin yugurib, chopib, qolgan ishni harakatini qilib bo'ladi. Lekin e'tiborli bo'lish kerak. Chunki опорно двигательный bo'lgani uchun bu butun vesingiz, butun tanani ushlab turadigan tizzalar hisoblanadi. Doktor, semirib ketyapman. Oziy olmayapman. Dieta qilish niyatim yo'q. Dieta qilish umuman niyatlari yo'q ekan. Ozish uchun nima qilsam bo'ladi deb so'rayaptilar. Semirish hozirgi zamonni dolzarb bitta problemalardan desa bo'ladi. Nimagaki hozirgi paytda yengil hayot, mashina, transport, mehnat kamayib ketgan va juda ham tanqis ovqatlar ko'payib ketgan. Har qadamda ovqat puling bo'lsa yoki do'sting bo'lsa borib choyxonada yoki bir restoran kirib oilaviy sharoitlarda hammasi ovqatlanib o'ziga nima desa zarar ham rohatlanadi, gap so'z yo'q. Keyin zarar ham qilib qo'yadi. Nimagaki yegan ovqatga yarasha bizni o'sha ovqatga kirgan energiyasini chiqarmaymiz. Chiqarish uchun bizni mehnat qilishimiz kerak, yo sport qilishimiz kerak, yoki harakat qilishimiz yoki yeyish kamaytirishimiz kerak. Ovqat yegandan keyin oshqozonga tushgandan keyin u parchalanib har xil elementli yog'lar o'ziga qabul qilish boshlaydi tana. Qabul qilgandan keyin tana energiya ishlatmagandan keyin rezerv qilib yog' xatlarni teri ostiga yig'ish boshlaydi. Ozish uchun bemor birinchi galda jigarini tekshirtirish kerak. Nimagaki jigarda dimlanish bo'lsa, yog' bosgan bo'lsa, jigar kirgan yog'ni parchalab energiyaga ajrata olmaydi. Ajrata olmagandan keyin u jigardan filtrdan o'tib ketib, to'g'ri borib teri ostiga yig'ilish boshlaydi. Babi mashaqqatsiz bir narsaga erishib bo'lmaydi. Lekin bu aytadilar, dieta qilish niyatim yo'q deb. Dieta qilmasa dietasiz bo'lmaydi. Sport, harakat. Ovqat ye, shunga yarasha chiqar. Chiqarsang, chiqib ketadi hammasi. Oldin ilgari bizda qanaqa baquvvat ovqat yeyishardi ota-bobolarimiz. Ovqat yeganga yarasha mehnat qilishardi, o'shaning uchun bunchalik ajrayni, bunchalik semizlik bo'lmasdi. Hozirgi paytda yeyishimiz o'sha undan ham ko'paygan bo'lishi mumkin, lekin mehnat qilmaymiz. Bitta огородda yer chopmaymiz. Yoki u joyga, uzoqroq joyga boramiz, taksilarimiz bor, mashina bor, avtobus bor, boshdan shularga sarf qilamiz. Velosipedda ko'chada uchinglar desak, xijolat bo'lishadi, yoshim katta bo'lib, qanaqa velosipedda uchaman deb. Hozirgi paytda semirish 30 yoshdan boshlanib 60 yoshgacha ko'payib ketyapti. Dolzarb mavzu. Albatta, 30 yoshdan keyin choyxonalar ko'payadi, oshna-og'aynalar bilan yeb ichish, ish qiladi, pul topaman deydi, mehnatni kamaytirib qo'yadi, harakat kamaytirib qo'yadi, ko'proq dam olaman deydi, ertasi kun ishlashim kerak deb. Bitta narsani bilish kerakki, ovqat bu energiya manbai hisoblanmaydi. Ozish juda kuchli metodika hisoblanadi. Och qolish, nafs tiyish. Faqat suv ichsanglar, bir hafta och qolib bersanglar, rezultatni ko'rasizlar. 3 kun qiynalasizlar, 3 kundan keyin tanadagi metabolizm kuchayish boshladi. Hozirgi paytda bitta eksperimentalni qilaylikda, biza igla refleksiya terapiya bilan ozish uchun bemorlarimizga hammasiga qo'llaymiz. Ves kattami, biz shu metodikamizni qo'llaymiz. Inson tanasida ikkita tochka bor. U tochka inson tanasidagi yog' qatlamini metabolizm tezlashtirib, jigani, yog'ini erishini tezlashtiradi va uni energiyaga aylantirib beradi. O'shani hisobiga bemorda apetit yo'qoladi. Nimagaki tanada kerakli darajada energiya chiqish boshlaydi. Shuni hisobiga energiya ko'paygandan keyin inson ko'proq harakat qilgisi keladi, sport qilgisi keladi, yayov yurgisi keladi. O'shanga nima deysiz? Sizda Fayz Rahmon?
sizlar hozir yangi fishka degan ko'rsatuvda qatnashasiz bilaman. Erta faqat nozik tanqis ovqatlarni yeb turib semirib ketdingiz. O'shaning uchun hozir eksperimentalniy qilib bitta turib ko'rsatib bersangiz vesingizni qo'yib oling. Mana ves, mana nina. Birinchi nina qo'yiladi. Bu ninamiz 2 soat turadi. Tormozlaydi apetitni va yog' almashishini tezlashtirib, teri ostidagi yog'larni kamayishiga juda kuchli yordam beradi. Sizlar ham Sadriddin Galibjanovich oldilariga kelinglar, mana shunaqa ninalardan olinglar. Rahmat sizga. Keyingi savolga o'taman. Doktor, yoshim 50 da. Hayotga qiziqishim pasaygan. Ayniqsa o'z ayolimga pasaygan. Nega unday bo'lyapti? Qaridimmi deb sizdan so'rayapti. 50 yosh endi erkak kishini gullagan takut baquvvatgina testosteronga to'la payti hisoblanadi. Bular buni holatga tushib qolishlari birinchi galda inson tanasi zastoy hisobiga tiqilish, qon yaxshi aylanmasligi hisobiga bo'ladi. Bu inson yoki shopir yoki ofisda ishlaydilar, kam harakat hayot tarzini kechiradilar. O'shaning hisobiga shu holatga tushganlar. Ko'plar shunaqa holatga tushadi. Nimagaki insonda hamma his-tuyg'ular, hamma harakatlar endokrin sistema gormonlarga bog'liq bo'ladi. Inson tanasidagi sirkulyatsiyani tezlashtirib ochavermasak, dori-darmon bilan ish bitmaydi bu yerda. Ko'plar tinchlantiradigan beradi yoki gormonlar qiladi yoki har xil sirkulyatsiya kapilyatsiya qilib, bu hammasi vaqtinchalik bo'ladi. Agar inson o'zi psixologiyasini nastroy qilib, qanaqadir ham imенно sport turiga bormasa, harakatini boshlamasa, bu inson borgan sayin tushkunlikka tushib boraveradi. Lekin buni yechimi oson. Ular bu yerda yozyaptilarki, ayniqsa o'z ayolimga pasaygan. Ayoliga pasayib ketadi. Testosteron pasayib ketgandan keyin insonda qiziqish kamayib ketadi, jo'shqinlik kamayib ketadi. Ishga ham layoqat bo'lmaydi. Oldin riskovat qilib, harakat qilib qiladigan bemor bo'lsa, u testosteron pasayib ketgan, u ham qilmay qo'yadi. Bir ishga qo'l urgisi ham kelmaydi, ayol kishini ko'rgisi ham kelmaydi. Ko'radi endi, har xil vaziyatlarda u yo'q qilishi mumkin, u jo'shqinligi bo'lmaydi, ichida olov pasayib qoladi. O'sha hammasi zastoy hisobiga gormonalli. Sport orqali buni chiqarib yuboradi. Sport, lecheniya, massajlar, fizioterapiyalar, har xil igloterapiyalar olsa, effekt yaxshi bo'ladi. Buni to'g'ri yo'nalish berish kerak. Dori-darmon bilan ish bitmaydi bu yerda. Doktor, yoshim 45 da. Asabiylashib qolganman. Bir qizib, bir muzlayapman. Qo'rquv, xavotir hislari ko'payib ketgan. Vahima juda kuchli. Nima maslahat berasiz deb so'rabdi. Ayollarda 40 yoshdan keyin klimaks davri keladi. Hozirgi holat bilan gaplari bo'yicha shu klimaks holatga uchragan bo'lishlari mumkin. Bu paytda insonni, ayollarni yangi davrga o'tish, chunki 14-15 yoshda imенно farzand ko'rish layoqatli davriga o'tadi. 40-45 yoshdan keyin o'sha farzand bo'lish layoqatli pasayib to'xtaydi. Davridirlar. Bu qarilik emas, bu yomon narsa emas. Hammada bo'lgan davr, bu hayot tarziga ham, boshqasiga ham ta'sir qilmaydi. Hozirgi sizning holatingizda agar qizish, muzlash, klimaks holatlari tekis o'tish uchun bemorni o'z holat общий состояниесini ko'rish kerak. Bemorda agar endokrin sistemada yoki shitavitkasida narusheniylar bo'lsa, og'ir kechadi siz hozir bemor holatidagi. Agar unaqa holatlar bo'lmasa, ayol kishi o'ziga qaraydigan, qanaqadir ham har doim harakatda yuradigan ayol kishi bo'lsa, bu davr silliq o'tib ketadi, bilinmaydi ham. Endokrinolog yoki nevrolog yoki ginekolog biladigan mutaxassis oldiga borsa, bemorni ko'rib, tekshirib, unga to'g'ri diagnoz qo'yib, davolab beradi. Meni praktikamda ko'pincha ayollarda patologik klimakslar bilan biz lecheniya qilamiz. Kimdadir ham yoshlarda ham paydo bo'lib qoladi, 35-40 yosh, hali hayz to'xtamagan, lekin klimaks sindromlari kelib qoladi. Yoki 60, 65, 70 yoshlarda ham
bemorlarda bir qizish, bir muzlash, hayz yo'q, u davr o'tib ketgan, lekin patologik skleromix paydo bo'lib qoladi. Bularga ko'pincha bo'yindagi osteoxondroz, bo'yindagi protruziya yoki grijani ko'proq sindromi deb hisoblanadi. Nimagaki bo'yin qismidan ikkita bo'qoq shitavitkaga ikkita nerv o'tgan bo'ladi. Bu nerv siqqani hisobiga betdagi endokrin sistema narusheniya ketadi. Ko'p chiqarib oladi yoki kam chiqarib. Shuni hisobiga ayollarda shunga o'xshagan simptomlar paydo bo'ladi. Ular endokrinologga borsa, ular tekshirsa, sizda hamma narsa yaxshi, sizda nevrologik kasallik deb uni tinchlantirishadi, dori berishadi. Dori ham ta'sir qilmaydi. Buni o'zingizlar sizlar to'g'ri diagnoz qo'ya olasizlar. Agarda sizlarda chap taraf yo o'ng taraf qo'lingizlar uyushsa, muzlasa, tortsa, yelka bo'yi bilan boshqa og'riq kelsa yoki shu boshdagi, qo'ldagi og'riqlar oyoqqa ham tushsa bir taraflama, havo yetmagandek bo'lish, kardiologik sindromlar bo'ladi ko'plar. Yuragi qanday bo'ladi, lekin yuragi top-toza bo'ladi. Xotira pasayishi, ko'rish, eshitish pasayishi, insonni umumiy holati yomonlashishi, bu hammasi bo'yin tuzining hisobiga paydo bo'ladi. Bu simptomlar. Bu kasallik, patologik kasallik hisoblanadi. Bu funksional kasallik hisoblanadi. Bunda shu bo'yindagi tuzlarni yumshatganini hisobiga bemor 80% ga yengillashadi. Общий strukturni. O'shanga albatta murojaat qilinglar, davolaninglar, o'zingizga qaranglar, qiynalib yurmanglar. Ko'p ayollar qiynalib yurishadi, bee'tibor bo'lib. Chunki bir bezovta qiladi, yaxshi, bir bezovta qilib bir yaxshi bo'lib qoladi. Yaxshi bezovta qilganda doktorga boraman, ko'rinaman deydida, yaxshi yengil bo'lib qolsa, bo'ldi, esdan chiqarib yuboradi. Bee'tibor bo'lmanglar. Sizlarning salomatligiga, bizga erkinligi juda keraksizlar. Doktor, ko'p o'tirib qolsam turishga qiynalaman. Amallab tursam, oyoq pay qismim qirsillamaguncha yura olmayman. Qirsillashini og'riqi juda qattiq bo'ladi. Nima yordam bera olasiz? Doktorga borishga umuman pul ajrata olmayman. Nima qilsam bo'ladi? Bu yomon dard emas. Bu uchun fiziki nagruska, fizkulturani ko'paytirish kerak. Nimagaki yosh kattalarda kam harakat yoki ko'p nagruska, перестashение bo'lgan hisobiga, tanadagi va bo'g'imlar orasidagi suyuqlik kamayib ketgani hisobiga, ko'p o'tirib qolsa yoki ko'p dam olib yotib qolsa, bu bir-biriga ishqalanish pasayib ketadi va shu turgandan keyin joylashib olguncha, tana suyuqligi ichiga kirguncha ozgina harakat kerak bo'ladi. O'sha paytda bu turib ozgina harakat qilib yurib olguncha, bu harakat suyuqlik ichiga kirgandan keyin bo'shashib, bo'g'imlar o'z holatiga kelib oladi. Shuning uchun albatta har bitta bo'g'imlarni fiz nagruska bilan harakatlantirib, razrabotka qilib olib, keyin o'sha nagruska bersa bo'ladi. Doktor, tizza og'riqlari haqida juda ko'p savollar kelib tushgan. Ko'pchilikdan shunaqa savol tushganki, dori vositalari yordam bermayapti degan. Bularga nima maslahat berasiz? Bu yerda ko'pchilik yordam so'ragan sizdan. Yuqorida aytib o'tganimdek, mexanik ta'siri, fiz ta'sir qilmasa, u yoqqa dorini yetib borishi qiyin bo'ladi. Nimagaki, bo'g'imlarimiz, tizzalarimiz, umurtqalarimiz diffuz oziqlanadi. Diffuz oziqlanish degani bu harakatda keladigan ozuqa. Harakat kam bo'lsa, fiz nagruskalar bo'lmasa, ichgan dorilar ham boshqasi ham faqatgina nerv og'rig'ini kamaytirib berishi mumkin, lekin bo'g'imni davolamaydi. Bizning metodikamiz ham igloterapiya imенно fiz nagruska beradi. Nina kapsulani o'ziga, bo'g'imlarni o'ziga nina qo'yilib, o'sha yerda mikrosirkulyatsiya yaxshilashtirib, keladigan suyuqlik, keladigan dori vositalarini o'tkazuvchanlikni kuchaytirib beradi. Shu hisobiga effekt juda zo'r. Sadriddin Galipovichga aloqaga chiqinglar va konsultatsiya olinglar. Albatta. Doktor, insult haqida nima deysiz? Ko'p savollar insult haqida kelgan. Hozirgi paytda insultlar yosharyapti. Nimagaki bizning hayot tarzimiz, yeb ichishlarimiz, kam harakatlarimiz hammasi shunga olib kelyapti. Bosh miyadagi qon tomiri yorilgani hisobiga chap yot o'ng taraflama bo'ladi bu narsa. Bir taraf polностью paralizlanib qoladi. Lekin keyin reabilitatsiya lechensiyasi to'g'ri qilsa 90% gacha to'liq organizm o'ziga kelib oladi. Lekin baribir asorat beradi. Shuning uchun oldini olinglar, o'zingizdan tekshirtiringlar. Qon analizi bo'ladimi, fiz nagruska bo'ladimi,
yoki to'g'ri ovqatlanish qilib o'zingizga qarasanglar bu kasallikka duchor bo'lmaysizlar. Insultdan keyingi muolajaga nima deysiz deb yozibdi. Insult bo'lgandan keyin reabilitatsiya degan narsa bo'ladi. Reabilitatsiyada har xil hozirgi paytda zamonaviy, an'anaviy lecheniyalar bor. Bulardan kinezoterapiya, farmakologik dori bilan davolash, igloterapiya, fizkulturniy lecheniyalar, psixologik lecheniyalar hammasi birgalikda olib boriladi. Basseynga borsa bo'ladi. Odam o'zi harakat qilish kerak. To'liq yaxshi bo'lib ketish uchun. Baribir inson o'zining qo'lida. Bizni yo'naltiramiz, bizni davolash harakat qilamiz, og'riqlarni yo'qotamiz, quvvat keltirib beramiz, lekin bemor o'zi psixologik va strukturni tayyor bo'lmasa, uni bizga yo'naltirsak ham to'liq yaxshi bo'lib ketishi qiyin bo'ladi. Lekin insult davosi bor. Obunachilarning ko'pi uy sharoitida davolanish haqida so'rashadi. Insultdan keyin uy sharoitida nima qilish kerak? Fizkultura yotgan holatda ham nevaralar bor, o'g'illar bor, hammasi qo'llarni harakat, bo'g'imlarni harakatlantirish kerak. Mushaklarni ishlatish kerak. Agar bo'g'imlar harakatlantirmasa yoki mushakni ishlatmasa, bo'g'imlarda artrit, artroz paydo bo'ladi, mushaklar atrofiya bo'lish boshlaydi. Nimagaki harakat bo'lmagandan keyin tana qon yaxshi olib keltirmaydi, yaxshi qon olib keltirmagani hisobiga bu et quvvatsizlanadi. O'shaning uy sharoitida harakatlantirish kerak. Ba'zi insonlar yalqovroq bo'ladi, klinikalarga borishadi, klinikada уже bizga xizmatda bo'lib o'sha narsalarni qildirib beramiz. Dadam ko'p ichganlari sababli seryoz 3-stepen deb tashxis qo'yildi. Nima qilsak bo'ladi? Siroz kasalligi o'z davosi yo'q hisoblanadi. Nimagaki jigarni to'qimasi уже o'lgan bo'ladi. Tirik to'qimalari bo'ladi, lekin tirik to'qimalar поддерживаю qilib uzoq umr ko'rishi mumkin bemor. Faqatgina поддерживающий lecheniyalar olish kerak. Bitta ichish sabab bo'lmaydi bu narsaga. Ichish, virus yuqtirish, har xil ximический joylarda ishlash, travmatический yeb ichish ham ta'sir qilishi mumkin, shunga olib kelishi mumkin. Bu hammasi yig'ib sirozga olib kelishi mumkin, lekin sirozni поддерживающий qilinadi, davolab bo'lmaydi. Nima bilan поддержка qiladi? Поддержка lecheniya, jigar tozaligi, o't tozalash, to'g'ri ovqatlanish, harakat, fizkultura qilish, kerakli farmatsevtik dorilar bor, jigarlarni vassamleniya qilib beradigan, o'shalarni ichib davolanadi va основной sababni yo'qotish kerak. Ichish bo'lsa, ichish yo'qotish kerak. Virus bo'lsa, virus etiologiyasini yo'qotish kerak. Sigaret chekadiganlar-chi? Sigaretda ham intoksikatsiya bo'ladi-yu, uni sirozgacha olib kelmaydi. Sigaret ko'proq qon tomir va o'pkaga ta'sir qiladi. O'sha seryoz bo'lganlar sigaret cheksa bo'ladimi? Chaqsa bo'lmaydi, chunki o'zi zo'r ishlayapti jigar. Yana sigaret tutunni kirib, u zahar hammasi aylanib o'rgirib, baribir jigarga boradi. Yana nagruskaga boradi. Sigaretni umuman chekmaydi. Chekmaydi, tavsiya qilmaymiz. Doktor, vaqtingizni ayamay kelganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Obunachilarimizning savoli juda ko'p. Kimda kim Sadriddin Garipovich bilan bog'lanmoqchi bo'lsa, shu telefon raqamlarga bog'lanib, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bizda xizmatdamiz. Agar sizlar shifoiligi sababchi bo'lsa, biz xursand bo'lamiz. Rahmat sizga.